xuddi bir 30 ta 40 ta erkak bilan shu to'shakda aloqa qilib ko'rgandek gapiradi. Ustoz, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda to'shak mavzusi, ya'ni jinsiy aloqa mavzusi shu darajada ommalashib ketdiki, ommalashganda ham buni ayollar tomonidan aytilayotgani bu qay darajada to'g'ri yoki bizning xalqimiz bunga shu darajada muhtojmi? Aslida muhtoj emas, lekin afsuski to'g'ri aytdingiz. Bugun Instagramda, YouTube'da jinsiy aloqa, er-xotinda faqat o'ziga xos bo'lgan mavzular, 18+, 21+ deb gapiriladigan mavzular ochiqchasi gapirilyapti va bo'lib ham bu ayollar tomonidan. Bu narsani ommaga olib chiqilishining asl sababi uni ko'ruvchi, tomosha qiluvchilar. Tomosha qilayotganlar shunga ko'proq like bosib, ko'proq ko'rib, ko'proq izoh yozyaptiki, hatto ular kurs qilib sotyapti. Jinsiy aloqani go'zallashtiring degan kurslar sotyapti. Oqshomlaringizni lazzatli qiling degan kurslar qilib sotyapti va uni ommaviy ravishda olayotganlari ham ko'p. Hatto bir ikki kishi aytadi, kirsak deydi 40 ming, 50 mingta odam o'sha yopiq kanalida sotib olib, falon millionga o'sha guruhda o'qiyapti deydi. Endi buni sababi nima desa, buni asl sababi oiladagi er xotinning o'rtasidagi tunlarda go'zal qiladigan narsalarni ilmini demak er xotinlar esdan chiqarib yubordi va buni boshqalardan o'rganishga harakat qilyapti. Tagini olsangiz o'sha ayollarda o'zlarining eri yo'q. Lekin shunday gapiradiki, bitta ikkita videosini menga ham tashab berishdi. Xuddi bir 30 ta 40 ta erkak bilan shu to'shakda aloqa qilib ko'rgandek gapiradi. Tavba qildim, bu juda ham xavfli mavzular hisoblanadi. Bu bora-bora xalqimizni, ayollarni, o'zbekona qadriyatini yo'q bo'lib ketishiga, yuzidagi hayo pardasini yirtilib ketishiga, nomuslarni yo'qolib ketishiga sabab bo'ladi. Xo'p, buni oldini olish uchun nima qilish kerak desa, buni oldini olish uchun ustozlarimiz aytadiki, oilaviy mavzulardagi erkak va ayolning o'rtasidagi eng nozik munosabatlarni demak o'rgatadigan haqiqiy ilmiy asoslangan ilmlarni, qadriyatga asosan, odob axloqqa asosan ilmlarni o'rganish kerak. Mana shunday ilmlar jamlangan kitoblar bormi desangiz, men mana shunday kitoblardan bittasini tavsiya qilaman. Bu demak Hasson Shamsiy Poshoning Oqshom go'zalliklari kitobi. Mana aynan oqshomingizni go'zal qilishga qaratilgan kitob. Mana shu kitobni tavsiya qilaman. O'zingiz ham o'qib chiqing mana sizga. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Bu kitobni o'qib chiqqan inson demak keyin har xil seksopatolog, psixolog, har xil o'sha ilmiy asoslanmagan, haybga asoslangan, demak qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislarga muhtoj bo'lmaydi. Sizga ham tavsiya qilaman.